Avvalambor assalomu alaykum ahli YouTube tan jonlaring sog'mi tinchmisizlar? Musofir yurtda qiynalmasdan, charchamasdan ishlab yuribsizlarmi? Borlaringizga shukr. Mana bugun mana shu obyektimizni xudo xohlasa noldan xonani topshiramiz. Patologlaru, dovallaru, polni обои, atkoslaru, eshiklar hammasini cho'tki qilib, xudo xohlasa qo'ldagicha topshiramiz. Bu albatta boshlanishi. Ana shu holatda hozir biz ishni boshlaymiz. Uzr, ayrim sabablar ko'ra videolar chiqizolmadik. Bizda internet sus, shuning uchun orada videolar qolib ketdi. Uzr. Endi qo'ldan kelgancha qo'yib boryapmiz. Qo'ldan kelgancha remont qilib, xudo xolasa oshxonani topshiramiz. Albatta kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Bitta like bosib qo'llab turingiz iltimos. Qandaydir prosmotrlar uncha yo'q. Kanalimizga ham kam odam qo'shilyapti. Iltimos, yangi bo'lsangiz kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. O'sha yerda qo'ng'iroqcha tugmasi bor, shuni ham bosib qo'ysangiz juda xursand bo'lardik albatta. Like'lardan bosib qo'llab turamiz iltimos. Bolalaringizga shukur qilmangizlar. Bu albatta Tojikiston Xo'jand shahri Ashti noyasi. Mana patologimizni birinchi urovenni tortib oldik va ikkinchi urovenga уже karkas to'qildi. Xonamiz razmeri 3,5 ga 4,5. Ikkita oyna bor, bitta eshik. Stenamiz kraska edi. Kraskani ko'chirib, havolar juda issiq, ko'rib turganingizdek. Mana o'rtaga dumaloq qo'yadigan bo'ldim. Va chekkasi arka sifatida figurni bo'ldi. Ikkinchi urovenimiz. Xullas, o'rtada ham svit bor va chetida 6 ta svit. O'zi ikkinchi uroven patologimiz bo'ldi. O'g'irlar qo'yilib, o'zi shpaklovka tayyor holatga qo'yildi. Stenamiz ham ko'chirib, kraskasini ko'rib turganingizdek. Atkoslar o'g'irgan. Elektrik shava yeri cho'tkilar. Chaqir, korobka. Eshiklarimiz polni ruchkasini qo'yib, almashtirib kraskalaymiz. Xullas, shu do'stlar, videoni kuzatishni davom eting. Albatta bizdan uzoqlashmang. Kanalimizga kim yangi bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying iltimos. Like'lardan bosib qo'llab turing. Bu qancha like bossangiz shuncha yaxshi. Bu videolar keng tarqalishi uchun iloji bo'lsa foydali qilib bering. Xo'p, obunachilar, videoni kuzatishni davom eting albatta. Salomat bo'ling.
Mana ko'rib turganingizdek patologlarimiz уже tayyor holatda. Kraska urilgan, svitchlar qo'yilib, lyustralar qo'yilib, уже patolog tayyor. Stenamizni endi avoy qilsak bo'ladi. Albatta videoni oxirigacha ko'ring. Xullas, patologimiz 3 xil rangda bo'ldi. Svitchlarimiz juda ham ajoyib. 3 xil yonadi bu svitchlar. Oq yonadi, bu o'rtamchasi, yana har короче 3 xil yonadi svitchlarimiz. Hozir avoyi boshlaymiz. Havo sovuq bo'lgani tufayli shuning uchun qurish juda sal kechib ketdi. Eshiklarga o't yoqib, albatta pushkalar tiqilgan. Manaka уже avoyimiz ham xudo xohlasa kiylangan, tayyor. Endi bir kunlik ishlar bor, shuni tugatsak bu xonamiz tayyor. Albatta eshiklar birinchi sloy kraska urish kerak va pollarimizni kraskalab o'g'riqlar yopishtirib уже tayyorlaymiz. Albatta kanalimizda kim yangi bo'lsa obuna bo'lishni unutmang. Albatta layklardan bosib qo'llab turamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Salomat bo'lingizlar. Albatta videomizda biron kamchiliklar bo'lsa albatta uzr. Nimaga qanaqadir savollar bo'lsa, qanaqa kamchiliklar bo'lsa albatta kommentariyada yozib qoldiring. Mana bu xonamiz ham уже tayyor holatda. Ob'oylar yopishtirilib, patologlar urilgan. Откосlar ham chotki. Mana eshiklar уже kraska urilib, ruchkalar yangi bo'lgan. Pollar kraskalangan. Xullas, bu xonada ishimiz tugadi hisob. Va keyingi xonamiz boshlaymiz albatta. Albatta kimga yoqqan bo'lsa albatta layklardan bosib qo'llab turamiz, iltimos. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Iltimos qo'llab turaylik. Mayli do'stlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videolarda uchrashguncha salomat bo'lingizlar. Mayli do'stlar, salomat bo'lingizlar. Layklardan bosib qo'llab turamiz, iltimos.